Hop. Nexus 3 mashinasini olib qo'yganmiz. Bunda muammo rulovarga oqizib yuborgan. Hamma yog'idan moy oqyapti mana. Buni yechib rulovargani polni tutulit qilib salniklarni almashtirib olamiz komplekt. Так, keyin rычаг podushka ko'rsanglar bo'ladi. Yirtilib, уже chirib ketgan. Xudo xolasa rычаг podushkalarini ham qo'yamiz. Xudo xolasa qolgan joylari hali yuradigan. Bir sidra tormozlarini ham ko'rib olamiz. Kolodkalari ham уже samotormajinani hisobiga. Kolodkani bir yoq tomoni qalinroq, ikkinchi tomoni qolmagan. Bu mana shu supportni samotormajinasini hisobiga. Kolodka almashtirib, supportlarni ham qo'ramiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Xizmatdamiz. Kimgadir shunaqa ishlar kerak bo'lsa